Big Fishing. Assalomu alaykum. Big Fishing obunachilari, do'stlar, YouTube kanal, Instagram, Telegram hamma kanal va gruppalarim a'zolari. Do'stlar, bugun Jumashuga ish bilan ketyapman. Yo'l-yo'lakay Dikkiz ekinlarda aylanib, holatni ko'rib, hozir baliqchilar bormi, yo'qmi ko'rib kelamiz. Sizlar bilan birga hozir mashinadagi qarmoqlarimni olib narigi mashinaga tashlab qo'ymasam, yo'lda bilib bo'lmaydi. Tekshiruvlar bo'lib qolishi mumkin. O'shani hozir qarmoqlarni olib narigi mashinaga tashlaymiz endi. Keyin yo'lga chiqamiz. Qarmoqlarim ishxonada kerak bo'lib qoladi. Hozir xabarlaring bor, men ko'l ochib olganman. O'shaning uchun har doim o'zim bilan yuradi. Hozir mashinamizga tashlab qo'yamiz. Kelgandan keyin qaytarib olaveraman. Hozir bu mashinani ochib qo'yaylik. Bexavotir borib kelaman-da. Bunaqa tashlab qo'ysam, yo'lda gayet o'sib qolishi mumkin yoki ekologiya zakinlarda bo'yida yurgan bo'lsa, o'zim qo'lga tushib turmay yana narigi mashinaga olib qo'ysam, bexavotir borib kelaman. Eng glavniy narsalarim qarmoq, sadok, shular. Bular menga bugun kerak bo'lmaydi. Ertaga ko'lda zerikkanimda qarmoq tashlab o'tiraman-da, o'shaning uchun bugunga shart emas. Bugun baliq olib kelib tashlayman, xudo xolasa ko'limizga. Bugun 11-may. O'zim baliq olib boradigan narsalar o'zim bilan yuradi-da. Kerak bo'lib qolsa ishlataman, bo'lmasa mashinada turaveradi. O'shalarni bu mashinaga o'tkazib qo'yamiz endi buguncha. Mana tinch bo'ldi. Bemalol borib o'qib kelamiz. Aniqroq aylanib kelamiz, o'qilamiz, bas hozir o'qilib bo'lmaydi-yu. Endi yo'lda ko'rishamiz do'stlar. Hozir yo'lga chiqyapman. Do'stlar, mana hozir yo'lga chiqib ketyapman. Xudo xolasa Jumashoy tomonlarda aylanib, 30 tomonlar, Do'sti tomonlarda, mana Soljanova tomonlarda aylanib kelaman. Ko'ramiz akinlarda to'qchilar bormi, yo'qmi, baliqchilar bormi, tekshiruvlar qanaqa bo'lyapti, bir aylanib ko'rib kelaman. Baliq ovlashga bugun vaqtim ham bo'lmaydi, mumkin emas, o'zi ham bilasizlar. O'shaning uchun bir aylanib ozgina xumori bosti qilib kelmasam, Dikkida anchadan beri faqat platnik yo'lda o'tirib, to'g'risi zerikib ham qoldim. O'zlaring biladilaring, men har kuni ham baliq ovga borgan kunlarim bo'lgan. Mana bugun ko'ramiz, cho'llarda, zakinlarda nima gaplar ekan. Bugun bir borib aylanib xumor bosib kelamiz do'stlar, sizlar bilan birga. Qani ketdik bo'lmasa. Ketdik do'stlar. Bugun xudo xolasa bir aylanib kelamiz Dikkida. Mana Do'rmonga keldim. Do'rmonda Farg'ona kanalida ustidan o'tyapman endi. Hozir ko'ramiz Farg'ona kanalida suv qanaqa ekan. Shoshmasdan sekin ketyapman. Bugun ozgina xumor bosib qilamiz. Mana Farg'ona kanalida ko'ryapsizlar, suv baland, to'llatsa ham bo'laveradi. Qani sekin bu tomonga qarab yuramiz endi. Do'sti tomonga qarab. Hamma bu tomonda har xil gapiradi. Ana Do'rmondan keyingi yo'lda men masalan 30 deyman, Do'sti deyman. Ashtomonga qarab yuraman, qisqasi Do'rmondan dalish. Hozir mana Farg'ona kanalidan o'tdim, o'ngga burilib Ashtomonga qarab ketyapman. Baribir tikki do'stlar. Mazaligini qaranglar, aytadi, salqinligini. Mashtatarda ham 10 tomonda bitta kichkina zakin bor. Biladiganlar o'sha paytlarda bir 4-5 yil oldin kelganlar bo'lsa, mana bu yerda bosh tomonda zakin bor. Ana daraxtlar tagida. Ashata katta karaslar chiqardi. Bir
10 tadan bittasi katta chiqib qolardi. Qarasa 5 litrli paqirga solsa sig'mas edi, dumi qayrilib turardi. Mana shu zakin, ona qamishlar bosgan joyi turibdi-yu mana. O'sha yerda zakin bor, hozir ham bor. Endi hozir bilmayman, baliq qolganmi yo'qmi. Shu oldin kelib yurganimizda bo'lardi ashta qaras. Davom etyapmiz yo'limizda. Do'stlar, Farg'ona kanalidan o'tib, Do'rmondan 30 tomonga, Do'stlik tomonga qarab yurganda mana chap tomonda bunaqa magazin ochilib qolibdi. Hozir magazinni ko'rib, bir narsa xayolimga keldi. Mana shu yerda o'sha ov qurollari bir chekkasiga shunaqa narsa ochib qo'ysa qana bo'lar ekan. Hozir magazinchi bilan kirib gaplashib ko'raman. Agar mayli desa, shu yo'limizga, sizlarning yo'llaringga shunaqa do'koncha ochib qo'yamiz. Endi shunaqa mayda-chudalar kerak bo'lib qolsa to'xtab olib ketaverasizlar. Hozir men magazinga kiraman, suv olgani, keyin gaplashib ko'raman men do'konchi bilan. Rosa yo'llaringda udobni joyda bo'ladi, agar ruxsat bersa. Sim karta ham sotar ekan, bitta sim karta ham olishim kerak edi, u yerda. Sim kartam borlib yozib qo'yibdi-yu. Mana do'stlar, shu Do'rmondan o'tgandagi mana yo'lda bilsalaring kerak. Mana yo'l Farg'ona kanalidan keladigan yo'l. Mayda mana do'koncha bor. Bu do'konchani gaplashamiz yoki mana bu yangi ochilgan do'koncha. Chekka tomoni, mana tomoni o'lchilar, qurollar sotiladigan joy qilamiz yoki mamnisini. Mana mayda ikkita magazin bor. Bog'da yo yoqda. Mamnisini ochsak, bizga bitta sotuvchi kerak bo'ladi. Bunisini ochsak, o'zi sotuvchisi bor ekan. Ozgina tushunchasi bor ekan. Xudo xolasa mana shu yerda bitta magazin ochiladi. Sizlar uchun, baliqchilar uchun. Endi Farg'onada ko'p bunaqa joy, mana yo'lda ketayotganda kerak bo'lib qolsa, shuni to'xtab olib ketilaveradi. Do'stlar, shu yo'ldagi magazinlarga juda yoqdi. Yo chap tomondagini, yo o'ng tomondagini shunaqa qilib gaplashib ochib yuboramiz. Agar chap tomondagi magazinchi ko'nmasa, yo bizga shart bo'lsa, o'ng tomondagi eski magazin bor, shuni gaplashib ochamiz xudo xolasa. Shu baliqchilar uchun yo'l-yo'lakay narsa olib ketishlari uchun sharoit yaratib berishga harakat qilamiz. Biz yo'limizda davom etamiz. Hozir Do'rmondan o'tyapman xudo xolasa. Do'stlar, zakinlarda aylanib yuribman. Mayda hozir bitta zakin topib oldim. Faqat hech kelmagan edim. Baliqchilarim kelganga o'xshamayapti. Chekkaroq joy ekan, rosa ichkari. Aytmayman qattaligini to'g'risi. Mayda salqin joylar bor ekan, qator 1 2 3 8 qator baqateriya kirgan ekan. Shuni bo'yida mana zakin bor ekan. Bu Qiziltepadagi shunaqa joy bor. O'shanga o'xshash ekan, lekin yatmas. Qiziltepadagi joy yatmas. O'natda ham xuddi shunaqa joy bor ekan. Mana shuni davomi, mana zakinda suv umuman to'la ekan. 200 metrdan keyin dim bor ekan. O'sha dimni hisobiga suv to'la turibdi. Rosa ilon bosh yuradigan joy ekan. Xudo xolasa zapretdan keyin kelaman mana shularga. Mana salqin joy zo'r ekan. Agar bir yarim soatdan keyin quyosh bu tomonga o'tsa salqin bo'lib qoladi. Rosa o'tiradigan joy ekan. Zakinni bo'yigacha daraxt ekan. Baliqchilar o'tirgan ham shekilli nimalar, zakinni bo'yi toza-yu, ammo birorta baliqchi ham, sitkachi ham yo'q. Aylanib yuribman. Shu tomonda bittasida laqa bor ekan, shu laqani oqtarib keldim. Topishcha qiyin bo'lyapti, lekin tushuntirib qo'yishdi, hozir o'sha qarab yuryapman. Mashinalar ham kang, yo'llar chatoqroq ekan. Hozir borib endi o'sha yerdan laqani olib, keyin Jumasho'ga borib Ilonboshda olib ketaman, xudo xolasa. Do'stlar, 30-40 yil baliqchilik qilib yurib, baliq ovida yurib, mashina joylarga kelmagan ekan. Mana joylarni qaranglar, salqinligini. Batda ham zakin bor ekan, bat ham dim ekan. Shunaqangi salqin, shunaqangi daraxtlar ko'p joylarga kirib qoldim. Hozir men laqani oqtarib. Hozir aytayim, bittasi laqqa boqar ekan, lekin menga kerakli odam bo'lsa ekan, hozir so'rasam, u nari ko'chada ekan, u nariga borishim kerak ekan. Chiqyatib qarasam, o'ng tomonda yana bitta dim bor ekan. Batam dimlanib yotibdi, salqin, daraxtlari katta bo'lsa ekan, lekin juda zich ekilgan ekan. O'sha hisobiga rosa salqin joylar ekan. Xudo xolasa zapretdan keyin batariga bir kelaman. Balki o'zi ko'pchilik keladigan joy bo'lsa ekan, laqqa boqishar ekan, anatda hammani ham qo'yirmas ekan, lekin nari tomondan kelib zakinni u tomonidan. Mana joylar qaranglar, salqinlik zo'rligini mana joylarda. Mashga kelib bir o'qib ketaman, xudo xolasa. Ilonbosh bo'lish kerak batlarda. Balkim laqalar ham chiqib ketgandir. Batta boqishgandan keyin chiqib ketadi. Baribir zakinni qaranglar. Ashu zakin. Hozir mana
yaqinlashib qoldim. O'zimga kerakli joyga hozir olib, keyin Jumasho'ga qarab ketaman. Mana tomonlarda ham zakinlar bor ekan, bir-biriga qo'shilgan. Bu zakinlarni ko'ringlar bolalar. Xudo xolasa baqalarga kelaman aylanib. Do'stlar, mana uchun yana bitta yangi zakin. Yaxshi ham qarmog'imni olmagan ekanman deb o'ylayapman. Zakinlarni ko'rib, bo'lmasam batga qarmoq tashab o'tirardim. Bu zakinlarni ko'rib qarmoq tashlamasligingiz mumkin emasda. Suvlar to'la. Zakinlarni bo'ylarida qamishlar tikka turibdi, joy unaqa sindirib yuborishmagan. Baliqchilar juda ko'p o'tirmagan. Uni zakinlar ko'rlar. O'na zakin. Qator 3 ta zakin ko'rdim, ucharasida ham suvlar dim. Mana dalalarga suv olishgan shekilli-da, dimlab turib. Suvlar zo'r zakinlarda. Yaxshi ham udishgan olmaganim. Olganimda hozir o'tirardim mana shu qarmoq tashab. Bu joylarga qarmoq tashamaslik iloji yo'q-da. Qani e'tibor beringlar-da, qamishlar tikka turibdi. Birorta singan qamish yo'q. Odam baliqchilar kelib o'tirmaganda. Joylar vashi klass ekan. Xudo xolasa kelamiz batlarga. Ammo laq qoladigan joyimga ham yetib keldim shekilli, mana shu yerda deyishyapti. Mana do'stlar, topib oldim o'sha joyda. Mana laqqazor. Mana laqqalar. Qancha laqqa kerak mana. Qaynayapti laqqa. Qalay bo'lyapti, qarmoqchilarni so'rashyapti. Men tanib ham qolishdi batda. O'na setkada o'shaydiganlar hozir harakatni boshlashyapti. Mana idishlari. Hozir ushlab berishadi, olib qaytamiz xudo xolasa tezda. Sizlarga yetkazib olib boraman xudo xolasa bugun. Do'stlar mana laqqazorga kelib oldim. Laqqalar qaynayapti mana. Lekin bu laqqa 3-4 kunda tugaydi. Shuni tez sotishadi, hayron qolasizlar. Mashinalar kutib turibdi o'zi, sotib olib ketadigan. Mana baliqlarni, laqqa baliqlarni ovlash jarayoni. Ko'rmaganlar ko'rishsin. Mana shunaqa joydan baliq olib ketaman men kelib. Baliqlar ko'ryapsa qaynayapti baliq, qaynayapti. 4 kishi ovora ularni ushlab bizga kelib berishga. Kamida 4 ta odam tushadi. Baliqni qaranglar, baliqlar. Voh. O nari baliq qiynalib qoladi, iloji yo'q, baq o'tkazib suvni ko'proq ochib yubordi. Azam aka bog'mi? Do'stlar, bugun birinchi chatbosti deydi, o'shanaqalarni ko'rdim. Ikkitasi tushib olib, chay yuribdi, ko'rib turibman, nima qilyapsizlar desam, zakin tozalayapmiz deydi. Ko'rib turibman, qamishlarni ko'ylab karaslar terishyapti. Nima qilyapsizlar desam, zakin tozalayapmiz deyapti. Ummatlarini bersin. Shunaqa qilib ekanlar ham bor. Mayli endi. Bularga chidasa bo'ladi. O'shancha indamadim. Tushmadim ham mashinadan kulib yuraverdim kulib. To'kchilardan xudo saqlasin. Bular mayli endi karas-paraslar terib ushlashaversin. Omadlarini bersin. O chotbos qilib ushlasham oson emas. Yo'limizda davom etamiz. Laqqani oldim, mashinaga yukladim mana orqada, bagajda. 5 kilolik laqqa olaman dedim. 5 kilolik laqqa olish iloji bo'lmadi. Yo'q ekan 5 kiloligi, eng kattasi 4 kiloga yaqin ekan. 3,5 dan ortiq 4 kiloga yaqin ekan. O'shani oldim. O'shani bonusini qilib qo'yamiz. Kim o'shani ushlasa, bir kun baliq bepul bizda ko'ldagi Avxar ko'lida. Hozir borib endi Jumasho'y tomondan Ilonboshda olib, keyin ko'lga qarab yuraman. Xudo xolasa, Habetgacha borib to'kamiz. Ilonboshda. Mana do'stlar, do'stlik tomonlarda sekin ketyapman. Ammo zakinlarda qandaydir suv pastroq quygan. O'shanga hozir e'tibor berib qoldim. Bu tomonlarda suv past ekan, mana yo'lda bo'ylarda. Hali ichkarilarni ko'rdimmi? Yo'llar chataroq ekan bitta. Xo'p. Haligi ichkarilarda dimlida suv, zo'r edi. Hozir maytda suv pastroq. Manatlarda ham suv past batda ham baribir. Unaqa ko'p bas. Manatlarda ham suv past.
Hozir Andijon Toshkent trassasiga yaqinlashib qoldik. Hozir chiqib, keyin o'ngga yurib, Jumasho'ga qarab bosamiz. Do'stlar, mana Zakti eslayinda bo'lsa, Sherzod Sher Fishing bilan birga kelib baliq tashlagan edik. O'tgan yilimda, oldingi yili mana shu Zakka keldim. Hali katta dim bor o'sha Zakka. Bitta ikkitami yo 3ta musobaqa o'tkazdik-ku gruppamizdagi bolalar bilan. O'sha yerga keldim. Batama suv yaxshi va dimlangan hisobiga suv tuzuk bitta. Hozir to'xtab, ozgina video qilib keyin ketaman bitta. Mana do'stlar, o'sha biz musobaqa o'tkazgan zakin. Faqat sal teparog'i, biz pastroqda ko'proq o'tirganmiz. Manatlarni mana kengaytirib, zakinlarni chuqurlab, ko'ylab, kengaytirib tashabdi. Manatlar mana dim, turban og'zi. U narali ichkarilargacha chiroyli qilib qo'yishdi, ko'ylab. Hozir pastroqqa tushib yana bitta video qilib, keyin davom etamiz yo'limizda. Mana endi o'zlaringiz bilasizlar, o'sha zapovednik. Mana o'sha qo'riqxona zapovednik o'zlaring bilgan. Menga yozib qo'ygan, mana O'zbekiston Respublikasi Farg'ona davlat o'rmon xo'jaligi Yozyovon Qo'shtepa o'rmon bo'limi yodgorligi narsa deb. Qisqasi o'sha yerdan o'tib ketyapman. Mana zakin. Ammo bu zakinda suv zo'r, mana rosa dimlab limbillatib qo'yishdi suvni, mana chekkalargacha chiqib yotibdi. Birorta baliqchi yo'q, ammo setkachilar, baliqchilar, to'kchilar ko'rinmayapti bu yerda. Suv zo'r turibdi. Mana bu yerda qo'riqxona. Batlarda yurishni o'zi bir maza, nima deylar do'stlar. Vat aylanib o'tib ketishni o'zi bir kayf. Yo'llar, daraxtlar, zakinlar degandek mana suvlar. Yurib maza qilasan batlarda. Baliq tok, qanday qilib batlarda to'klab baliqlar o'ldirish mumkin? Suvlar to'la. Mazza. Mana atrofda qaranglar, ko'k daraxtlar, qamishlar baland. Hozir tushib yana bir video qilib keyin ketaman, yo'lda davom etamiz. Faqat kelolmayotganlarning ko'pdir, o'shalar uchun video tayyorlanyapti. Kimdir vaqti yo'q, kimdir mashinada muammo mashinasi yo'qdir, kimdir ama zapretdan qo'rqib kelolmayotganlar bor. Ushalib qolsam shtraf to'lashim mumkin deb. Mana joyda ko'ryapsizlar, mana shu yerda biz musobaqa o'tkazganmiz. Yo 2 marta, yo 3 marta. Mana birorta baliqchi yo'q. To'kchilar ham yo'q. Mana maytda ammo yo'l qilib qo'yishdi. Ichkariga bemalol kirib chiqadigan qilib mashinada. Mana asfalt yo'ldan mana bemalol mashinada kirib chiqsa bo'laveradigan zo'r qilib yo'l qilib qo'yishibdi. Mana turbani pasti ham qarmoq tashab o'tiradigan zo'r joy bo'libdi. Zapretdan keyin kelib omaddan sinab ko'raverasizlar. Bitta hamma baliq bor. Ushlaganmiz laqqa, ilonbosh, sazan. Endi yo'limizda davom etamiz. E'tibor beringlar, baliqchilar. Ikkita bo'lsa bu yerda baliqchilar ketyapti sekin. Aylanib yurib yatta o'qilib yurishib shekilli. Do'stlar, o'sha Jumasho'ga ketadigan yo'lda remont qilishni boshlashibdi. Hozir u orqada bir 5-600 metrda o'sha yangi asfalt bosib qo'yishdi. Maytlarda ham endi sekin to'g'irlashyapti. Xudo xolasa bu tomonlar ham zo'r bo'lib qoladi. Bemalol kelib ketsa bo'laveradigan bo'ladi. Baliqqa bosib kelib, bosib qaytib ketaverasizlar. Hozir shunday burilib, katta yo'ldan kelib burilib qarasam, asfaltlar yangilanib qolibdi ancha. Endi to'g'ri yamab ketishyapti-yu. O'zi bu yo'l ham yomon emas, o'sha bir ikkita chatar joylari bor, to'sha joylar qilishyapti. Xudo xolasa bu tomonlar ham yaxshi bo'lib qolar ekan. Hozir ben ilonboshga yaqinlashib qoldim. Ilonbosh sotiladigan joyga hozir olaman va qaytaman, xudo xolasa. Do'stlar, mana ilonbosh oladigan joyimizga ham yetib keldim. Ilonboshlarimiz katta ekan, mayda bas ekan. Oho, 1,5-2 kilo bular. 1,5-2 kilo qalmoq uzaman deganlaridan ekan. Qani mana taroziga qo'yyapmiz. Bo'lsa 20 kilo chiqib qoladi-da.
13 kilo. 13 kilo ekan. Hozir qolganlarini ushlab berishadi. Hatto ilonbosh olib keldim, ilonbosh ham tashlab yuboramiz. Xo'p, do'stlar, bugungi dikilarni aylanib yurib, baliq olib qaytishim bugungi kunimiz tugadi degan bo'laveradi. Zakenlarni ko'raman, nima aytadi, ham suvlar yaxshi ekan. Zakenlarni ko'rdim, baliqlarni oldim, ko'lga qaytyapman. Xudoga shukr, zakenlarda suv yaxshi. Mana yo'llarni remont qilishyapti yo'llarni. Xudo xolasa bu tomonlar ham yo'llar yaxshi bo'lib qoladi. Mana remont qilishyapti yo'llar. Hop, endi zakenlarda xudoga shukr baliqchilar kam, to'kchilarni ko'rmadim. Bitta joyda o'sha tushib olib o'sha ekanlarni ko'rdim. Bir 10 tadan ortiq zakenni tomosha qildim. Bir 5-6 tasida suvlar dimlangan yaxshi. Bir xillarda suv pastroq, lekin unaqa to'kchilar, boshqa setkachilar bunaqalar ko'rmadim. Yaxshi, xudoga shukr. Xudo xolasa bugun bu yil 1-yil o'tib olsa, keyingi yildan baliq ham ko'payib qolsa kerak zakenlarda. To'kchilar, to'rchilar ozmoz kamayganga o'xshayapti. Endi bu ham aniq, bas mana aytgan zaken zo'r ekan, suv ham zo'r ekan maytda. O'sha katta yo'ldan kelib Jumasho'ga burilganda o'ng tomonda zakenda suv yaxshi ekan. Xudo xolasa zapretdan keyin kesalaring, mashlarda o'qisalar ham bo'laveradi. Suvlar yaxshi. Zakenlar tozalanyapti. Mana yo'llar asfalt qilinyapti. Xudo xolasa hamma yo'l joyida bo'ladi. Kelib bemalol o'zi qilib ketaverasizlar. Xohlaganlar platnik yo'llarda, xohlaganlar mana zakenlarda ham o'qisalar ham bo'laveradi. Do'stlar, endi shu bilan bugungi ekskursiya deymizmi, aylanish deymizmi, qisqasi xumorbostini qilib mana qaytyapman. Baliq shart bas, baliq ko'limizda to'lib yotibdi. Hozir mana yana 70-80 kilo baliq olib ketyapman. Buni olib borib tashlaymiz. Baliqdan muammo yo'q. Kelaverasizlar. Tushinglar, damda olinglar. Salqin joylarimiz bor, so'rilar bor, dam olib bemalol o'zi qilib ketaverasizlar. Mana Jumasho'dan qaytyapman. Hamma yo'l so'r, men o'ylashimcha, to'kchilarni ko'rmadim, setkachilarni ko'rmadim. Faqat endi tushib ushlayotganlar bor. Endi bitta ikkita karas yeyman deganlar harakat qilib, suvga tushib qamishlar orasida bitta ikkita ushasa mumkin bas, endi to'kdan ko'ra bo'laveradi. Shekilli. Men buni oqlamayman, bari o'shamagan yaxshi. Zapret bo'lgandan keyin hammaga zapret bo'lish kerak. Do'stlar, bugungi ovimiz endi tamom bo'laveradi. Ovni qo'yib endi baribir ovda endi bu ham bitta dam olib ketyapman, xudo xolasa. Hammalarga rahmat do'stlar. Bek Fishing bilan qolinglar, hali yangiliklar oldinda. Kelinglar, ko'limizda ovni qilinglar, damda olib ketasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar.